A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-İmran suresi 4. Nahayeti şefqatlik, tolumu mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Ey musulmonlar, Yahudilar bilan Xristianlardan bir turkum kishilar sizlarni islomdan ozdirishni orzu qiladi. Amaliyotda ular o'zlarini va o'zlariga ergashganlarni ozdira oladi. Ular bo'lsa buni bilmaydi va tuymaydi. Ey Tevrat bilan İncil'den ibaret samaviy kitap egileri, sizlar nima uchun o'z kitobinglardagi Allah nozil qilgan oyatlarni inkor qilasizlar? Oningda Muhammad alayhissalomning oxir zamon payg'ambari ekanligi va uningda kelgan dinning haq ekanligi bayon qilingan tursa, sizlar uningga guvoh bo'lib turuqliq, ya'ni inkor yo'lini tutamsizlar. Ey Tevrat va İncil'den ibaret samaviy kitap egileri, nima uchun kitobinglardagi haqiqatni o'z qo'linglarda o'zgartib yezib olgan soxta ma'lumotlarga almashtirsizlar? Nima uchun Muhammad alayhissalomning dinining haq ekanligini bilib turib, uning kitobinglarda bayon qilingan sifatlarini va bishoratlarni yushirsizlar? Yahudilardan bir turkum kishilar Muhammadga nozil qilingan vahiyga atigini iymon etib, kashqurulliqi yenib elinglar. Shunda qilsanglar, mu'minlar o'z dinida shak shubhaga tushib, uningdan yenib ketishi mumkin. Sizlar dininglarga ergishib, Yahudi bo'lgan kishidan boshqasiga qat'iy ishonmanglar dedi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, shaksizki, hidoyat va tavfiq Allohning to'g'ri iymonga hidoyat qilishi va muvaffaq qilishidir. Yahudilar yana sizlar biladigan ma'lumotlarni musulmonlarga oshkora qilmanglar. Bo'lmasa ular sizlardan o'rganib olib, ilmda sizlar bilan barobar bo'lib qoladi. Ular sizlarning oldinglarga o'tib ketadi. Yoki ular qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlarga qarshi dalillarni keltirib, sizlarni yengib oladi deyishidir. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, fazil karam, ato ihson va hamma ish Allohning ilkida va boshqarishi ostidadir. Alloh uni o'ziga va o'zining payg'ambariga iymon etgan kishilar ichidan xohlagan kishiga beradi. Allohning fazil karami keng va ilmi cheksizdir. Allah'ның ilmi ve ata ihsani onunla teyişlik boğan barlıq məxluqatını öz içige alıdı. Allah peygamberlikni ve en mükemmel şeriatki hidayet qilishni bendelerden özü xalıgan kişiге xas qılıdı ve onunla en mükemmel şeriatni ata qılıdı. Allah keng fazil kerem ve sansız ata ihsan egisidir. Ehli kitaptan boğan Yahudilarning içide köp pul mal amanet qo'ysang mı? Onu sana xiyonat qilmay qaytarib beradigan kishilar bor. Yana ularning ichida 1 dinar omonat qo'ysang bu, uning beshida tikilib turmog'icha uni sana qaytarib bermaydigan xiyonatkor insonlar bor. Bu ulardagi buzuq aqidaning sababi bilan bo'lgan bo'lib, ular arablarning pul milini yo'lsizlik bilan yavilishni halol sanaydi. Ular bizning dinimizda bo'lmaganlarning pul miliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh uni bizga halol qilib bergan deydi. Bu Allah'a to'qilgan op-ochiq yolg'ondir. Ular o'zlarining yolg'onchi ekanligini bilib turib, Alloh nomidan shundoq yolg'onni to'qiydi. Amaliyotda hargizmi u kazzoblar gumon qilgandek emas. Ya'ni ular boshqa dindagilarga zulm qilsa albatta gunoh bo'ladi. Haqiqiy taqvodor odam omonatni ado qilish, Allohga va uning payg'ambariga iymon etish, uning shariatiga amal qilish orqali ahdisiga vafo qilgan, Allohdan qo'rqib onun əmr pərmanlarına itaat qilgan to'sqonlardan yanğan kishidir. Allah kufrdan va mushriklikdan saqlanadigan taqvodor kishilarni yaxshi ko'radi. Allah payg'ambarlarga nozil qilgan kitoblarda buyurgan əmr pərmanlarni va Allohning ahdisini dunyoning arzimas manfaatlaridan ozg'ini badalga tegishadiganlarga kelsak, ana shularning oxiratda mukofotdan hech bir nasibasi bo'lmaydi. Allah ularni xush qiladigan biror so'zmi qilmaydi. Qiyomat günü ularga rahmat nazari bilan muqaramaydi. Ularni kufrdan va gunohdan poklamaydi. Ularga dardlik azob bor. Yahudilardan bir turkumi Tavratda bo'lmagan narsalarni sizlarning Alloh nozil qilgan Tavratda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini to'lg'ab turib o'qiydi. Allohning so'zini o'rnidan o'zgartib yetadi va bu Alloh tarafidan Musoga kelgan vahiydir deydi. Halbuki u Allah tarafidan vahiy qilingan emas. Ular dunyolik manfaatni ko'zlab, o'zlarining yolg'onchi ekanligini bilib turib,
Allah nomidan shundoq yolg'onni to'qiydi. Allah birə insonga kitobni nozil qilgan, uningga kishilarning orasida hukm qilish huquqini bergan va uni payg'ambar qilib tanlagandan keyin uning kishilarga Allahni qo'yib menga ibodat qilinglar deyishi mumkin emas. Aksicha u sizlar Allohning kitobini o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan ekansizlar, faqih, ya'ni shariat ahkomlarini to'liq bilguchi ulamo va hukmlardan bo'linglar deydi. Ularning ichidan hech birining sizlarni Allohni qo'yib farishtalarni, payg'ambarlarni iloh qilib olib, ularga cho'qinishga buyurishi mumkin emas. Ey insonlar, payg'ambar sizlarni musulmon bo'lganinglardan keyin kufrlikqa buyurumdi. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida Alloh payg'ambarlarning hammasidan men sizlarga kitobni va hikmatni ato qilsam, ondan men tarafdan sizlarga o'zinglardagi shu kitobni isbotlovchi payg'ambar Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar va cho'qim yordam berishinglar kerak deb chin ahd olgan edi. Alloh bu ahdimni e'tirof qilib qabul qildinglarmi deganda, ular e'tirof qildik va qabul qildik degan edi. Ondan Alloh, undaqda bir-biringlarga guvoh bo'linglar. O'z ummatinglarga bu vaqtda guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birga sizlarga va ularga guvoh bo'lguvchilardan men dedi. Bunun bilan Alloh barliq payg'ambarlardan Muhammad alayhissalomga ishonishiga ahd olgan bo'ldi va payg'ambarlarning barliq ummatlardan shundoq ahd olgan bo'ldi. Mushu bayondan va Alloh payg'ambarlardan olgan mushu ahd misoqdan keyin kimki islom da'vatini qabul qilishdan bosh tortdi ekan, ana shular Allohning dinidan va Allohga itoat qilishdan chiqib ketganlardir. Ahli kitobning ichidagi ashu fosiqlar Allah Muhammad alayhissalomga nozil qilgan islom dinidan boshqa bir dinni talab qilyapti. Halbuki osmonlardagi va zamindagilar mu'minlarga o'xshash ixtiyoriy ravishda yoki kofirlarga o'xshash beshiga qattiq kunlar kelganda ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysunadi. Shuningdek, koinotdagi jonliq, jonsiz har narsa Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Barliq mavjudot Allohning dargohiga qaytariladi. Allah ularning har biriga o'z amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Bu Allohning barliq insonlarni Allohning dargohiga islom dinidan boshqa dinga e'tiqod qilgan holda berishning xatiridan ogohlantirishidir. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik va uningga itoat qilamiz. Bizning Allohdan boshqa Rabbimiz yo'q. Uningdan boshqa ma'budimiz yo'qdir. Alloh bizga nozil qilgan İbrahimga, uning o'g'li İsmoil va Ishoq qatorliqlarga, Ishoqning o'g'li Yaqubga, uning naslidan kelgan payg'ambarlarga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, Isoga berilgan Injilga va Alloh boshqa payg'ambarlarga nozil qilgan kitoblarning hammasiga iymon etdik. Iymon etishda Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Biz faqatla Allohga itoat qilish orqali uningga bo'ysunguchilarmiz. Uning ilohlikda, ma'budlikda yagona ekanligiga chin e'tiqod qilamiz. Uning o'ziga ibodat qilamiz. Kimki islomdan boshqa dinni talab qiladi ekan, uning dini qat'iy qabul qilinmaydi. U oxiratning ne'matlaridan mahrum qilish bilan ziyon tortadiganlarning qatoridan bo'ladi. Islom Allohning bir ekanligiga chin e'tiqod qilib, uning amr farmonlariga itoat qilish orqali uningga bo'ysunish, uningga ibodat qilish, payg'ambarlarning tuganchisi bo'lgan Muhammad alayhissalomga iymon etib, uning yo'liga ergashish, uni chin dilidan suyish deganlikdir. Muhammad alayhissalomga iymon etgan, uning haq payg'ambar ekanligiga, u Alloh tarafidan ilib kelgan dalil isbot va mo'jizalarning rost ekanligiga, uningga kelgan dinning haqdan ekanligiga guvohlik bergandan keyin Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini inkor qilib, kafir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi o'ziga va payg'ambariga iymon etishga muvaffaq qilsin. Alloh bundaq iymonning o'rniga kufrni tanlagan, haqiqatdan yuz o'rib, ozg'unlikni o'ziga ravo ko'rgan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ashu zolimlarning jazosi Allohning, farishtalarning va barliq insonlarning la'natiga uchrashdir. Ular Allohning rahmatidan yiroq qilingan kishilardir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob qat'iy yengillitilmaydi, azroqmi kechiktirilmaydi.
ularning hech bir o'zrisi qabul qilinmaydi. Faqat kofir bo'lib, o'ziga zulm qilgandan keyin samimiy tavba qilib, Rabbining diniga qaytgan, burun qilgan yomon amallarini tavba bilan tuzatgan kishilar buningdan mustasno. Allah ularning tavbasini qabul qiladi. Allah bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qiluvchidir. Ularga behbu mehribondir.